Assalomu alaykum. Rossiyada yurgan musofirlar. Xo'p, 1-iyundan sim kartalar pomni o'char ekan. Kimi g'o'siz uslugasi bo'lmasa, g'o'siz uslugi ochish uchun nima qilish kerak? Boshdan aytib o'taman. Men o'zim qilganim uchun. Birinchi sinils kerak ekan. Sinilsni tezda qilib berar ekan, 5-10 minutda. 5-10 minutda qilar ekan, lekin 2 haftada bazaga tushar ekan. Keyin sinils topganingizdan keyin yana borasiz ekan, mayda dokumentga borganingizdan keyin sizga g'o'siz uslug ochib berar ekan. G'o'siz uslugida ham odam ko'p, kundan kunga ko'pchilik 1-iyunga hali bor. Keyin qila olaman deydi. Hozirdan harakat qilmasanglar, o'zingizlarning nomingizlarga olgan pasportga olgan nomeringlar ham hattoki o'char ekan. Kimi g'o'siz uslugasi bo'lmasa. Xo'p, g'o'siz uslugi ochib bo'lgandan keyin bankka borasizlar, Sberbank yoki boshqa bankka borib, u yerdan chiqqandan keyin sizlarga qog'oz beradi. Biometrik topshirdi degan. Undan keyin qaysi sim karta bo'lsa, megafon bo'lsa, megafon, MTS bo'lsa, MTSga borib tasdiqlatib olasizlar. Keyin shunda nomeringlar o'chmaydi ekan. Bo'lmasa nomeringlar 1-iyundan o'zingizlarning nomingizlarda bo'lsa ham o'char ekan, boshqa bo'lsa ham o'chadi xullas. Kimga g'o'siz uslugasi bo'lmasa, biometrik topshirmagan bo'lsa, kimdan kim g'o'siz uslugasi bo'lsa, to'g'ri bankka borib biometrik topshiradi, bo'ldi, tamom. Yaqinlarga hammaga jo'natib qo'yinglar. Sababi ertagalar bu ham patentga o'xshab juda odam ko'payib ketadi. O'zingizlarga muammo bo'ladi, u yerda ishlayotgan ishchilarga ham asabi buzilib, qo'pol muomala qilishga majbur bo'ladi. Zudlik bilan yaqinlarga jo'natib qo'yinglar.